Talabalar uchun ta'lim kreditini olish tartibi. Endilikda bu jarayon my.gov.uz portali orqali juda oson va qulay amalga oshiriladi. Ushbu xizmatdan foydalanishda 3 ta shaxs ishtiroki talab etiladi. Ta'lim kreditini oluvchi talaba, talaba qarzini to'lashga kafil hamda talaba qarziga birga javobgar shaxs. Dastlab talaba my.gov.uz bosh sahifasidan ta'lim bo'limiga o'tib, talabalar uchun ta'lim kreditini olish xizmatini tanlaydi. Xizmat tavsifi bilan tanishgach, foydalanishga o'tadi. Kredit olmoqchi bo'lgan tijorat bankini tanlab, u joylashgan hudud va o'ziga qulay filialni ko'rsatadi. Bank tomonidan shaxsga doir ma'lumotlarining qayta ishlanishiga rozilik bildirilgach, keyingi qadamga o'tadi. Mazkur qadamda kafil va birgalikda qarz oluvchi shaxslar ma'lumoti qo'shiladi. Jumladan, kafilga tegishli jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, pasport yoki ID karta seriyasi va tug'ilgan kuniga doir ma'lumotlar kiritilib, arifmetik amal javobi yoziladi hamda to'ldirish tugmasi bosiladi. Kafil toifasi tanlanib, uning ishchi holatidagi telefon raqami kiritiladi. Endi xuddi shu tartibda birgalikda qarz oluvchi shaxs ma'lumotlari ham kiritiladi. To'ldirish tugmasi bosilib, qarz oluvchi toifasi belgilanadi. Unga tegishli telefon raqami yoziladi. Ushbu bosqichga yetib kelganda, kafil shaxsning my.gov.uzdagi profilga tasdiqlash xabarnomasi borgan bo'ladi. U ma'lumotni tekshirib, tasdiqlash tugmasini bosadi. Birgalikda qarz oluvchi shaxs ham xuddi shu tartibda o'z profilidan yuborilgan ma'lumotni tasdiqlaydi. Jarayon yana talaba tomonidan davom ettiriladi va u to'ldirilgan arizani yuborish tugmasini bosadi. Xatoliklarning oldini olish uchun ma'lumotlarni yana bir bor tekshiradi. Yuborilgan ariza tegishli tijorat banki tomonidan 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. my.gov.uz oson, tez va qulay.